Dasturimiz davom etadi. Toshkent davlat texnika universiteti mexanika muhandisligi fakultetining texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi o'z yo'nalishida yetakchi kadrlarni tayyorlab kelmoqda. Ma'lumot uchun ushbu kafedra bugungi kunda dunyoning yetuk oliygohlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatmoqda. Muxbirimiz Sarvinoz Burxonova bu kafedra faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Keling, tomosha qilsak. Kafedra faoliyati xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalari asosida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda talabalar kunduzgi va sirtqi ta'lim shaklida tahsil olishadi. Kafedramizning bitiruvchi bakalavrlari oliy ta'limning keyingi bosqichlarida, ya'ni magistratura va doktoranturada o'z ilmiy ishlarini davom ettirish uchun barcha sharoitlar mavjud. Talabalarimiz o'qishni bitirganlaridan keyin ishga joylashishlari uchun mashinasozlik va metallarga ishlov berish sohasiga bog'liq bo'lgan avtomobilsozlik korxonalaridan, jumladan UzAvto Motors, GVman Avto Uzbekistan, Sam Avto, BYD Uzbekistan Factory va ADM Jizzax korxonalariga ishga joylashish imkoniyatlari ochiladi. Bizning korxonamiz 2010-yildan boshlab Toshkent davlat texnika universitetining texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi bilan hamkorlikda payvandlab ishlab chiqarish, mashinasozlik va metallarga ishlov berish sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlab kelmoqda. Yuqori kurs bakalavr va magistratura talabalari o'zlarining amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini kafedra professor o'qituvchilari bilan birgalikda amalga oshirishadi hamda bitiruv malakaviy ishlari va magistrlik dissertatsiyalari himoyalari ham bu manzilda o'tkaziladi. Bu uchun korxonamizda barcha sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, kafedraning 3-4 bosqich talabalari Toshkent quvur zavodida magistral gaz, neft quvurlari va suv quvurlari, neft va gaz sanoati uchun tashqi va ichki himoya qoplamasiz va qoplamali spiral chokli po'lat quvurlar, po'lat, metizlar va boshqa mahsulotlarni qo'lda payvandlash uchun qoplangan metal elektrodlar ishlab chiqarish bo'yicha ham o'z tajribalarini oshiradi. Dual ta'lim tizimida Toshkent shahridagi Toshkent quvur zavodida payvand jihozlarini loyihalash va ularni qayta ishlash fanidan o'z bilimlarimni o'rganib kelmoqdaman. Olgan bilimlarimni va tajribalarimni respublikamizdagi katta va yirik mashinasozlik va metallurgik korxonalarda davom ettiraman. Erta payvandlash va texnologiya yo'nalishi fanlari bo'yicha diametri 620 va 1620 mm turbalarni ishlab chiqarishdagi liniyalarning texnologiyalarini o'rganmoqdaman va bu olgan bilimlarimni kelgusida katta korxona va mashinasozlik va metalga ishlov berish korxonalarida ishlataman. Dual ta'lim tizimida biz payvandlash jarayonlarini avtomatlashtirish va maxsus po'latlarni payvandlash fanlaridan laboratoriya mashg'ulotlarini hamda o'zimning magistrlik dissertatsiyamning metallografik spektrlarini tadqiq qilish bo'yicha mana shu korxonaning markaziy laboratoriyasida hozirda ish olib bormoqdaman. O'zimning professor o'qituvchilarim va hamda bu yerda ishlaydigan xodimlar bilan birgalikda va kelajakda o'z magistrlik ishimni doktorantura bosqichida ham davom ettirishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Kafedrada dual ta'lim tizimi asosida o'qitish tizimi joriy qilingan bo'lib, bunda talabalar haftada 4 kun universitetda ta'lim olsa, 2 kun soha bo'yicha yetuk ishlab chiqarish korxonasida o'qitiladigan fanlarning amaliy mashg'ulotlari va laboratoriya ishlari bilan shug'ullanadi.